Mana bu masjidingizning nomi Jobir ibn Abdulloh ekan. Buyuk zot. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam bir safardan qaytayotgandilar. Karvonda o'zi odatda karvonni orqasida yuradigan bir chopar bo'lar ekan. Hech kimning hech narsasi qolib ketmadimi? Kimdir orqada qolib ketmadimi? Kimnidir nimasidir tushib qolmadimi? degan ma'noda orqadan kuzatib yuradigan bir chopar bo'lar ekan. Shu chopar Rasulullohning huzurlariga yaqinroq keldi. Ya Rasululloh bey, shu karvonning orqasida bir yigit tuyasi juda ham nochor ekan. Shu orqaga qolib ketyapti dedi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam qani bir ko'raylikchi dedilarda karvonning orqasiga o'tdilar. Borsalar Jobir ibn Abdulloh yosh yigit otalari Uhud jangida qazo qilgan. Bir qator singillari qolgan. Sharoitlari o'zlariga yarasha tuyalari ham keksayib qolgan. Juda ham bir zaif, nochor tuya zo'rg'a yuribdi, oqsoqlanib. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom qaradilarda, "Ey Jobir, tuyangiz buncha zo'r ekan" deb bir silab qo'ydilar. Silab qo'yuvdilarki, tuya o'z-o'zidan quvvatlanib chaqqon yura boshladi. "Ey Jobir, tuyangiz juda chaqqon ekanmi?" "Ya Rasululloh, uyaltirmang. Shu tuyangizni menga soting." "Ya Rasululloh, nimaga? Endi qo'ying, o'zi bir oriqqina zaif deyam. Juda havasim ketdi-da, keling shuni bir baholaylik. Men pulni berib qo'yay." Baholashdi, Rasululloh pulni berdilar. Manzilga borganimizdan keyin, Madinaga borganimizdan keyin olaman dedilar. Savdo bo'ldi, ketishdi. Kechroq borib hamma dam olishga kirib ketdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom ertalab qarasalar, uylarning oldida Hazrat Ali bir tuyani olib kelib turibdilar. "Bu nima?" dedilar. "Bu Jobirning tuyasi. Nimaga olib keldingiz? Kecha olgan ekansiz. Pulni berib." "Ha, to'g'ri" dedilar. "Buni men sotib oldim. Lekin o'ziga hadiya qilaman. Olib borib bering" dedilar. Ko'rdingizmi? Qanaqa tadbir? Ramazon oyi shunaqa oy. Shunaqa bir saxovatlar qilaylik. Shunaqa bir qiynalganlarga mana shunaqa bir chiroyli tadbirlarni uyushtirib, muruvvat qilaylik. Ko'maklashaylik. Birinchi qarindoshlarimizdan boshlaylik. Mahalla ko'ydan boshlaylik. Talib ilmlarga yordam beraylik. Shunaqa oy bu oy.